o'rtoqgarchiligimiz to ishimiz bitguncha. Adolatmi shu? Birodarligimiz to eshagimiz loydan chiqquncha. To bugun shunday adolatsiz, vijdonsiz bo'lib ketganmizki, hatto ota-onamizga ham shunday munosabat bildiryapmiz. Endi ular qaridi deyapmiz. Ayoli qaridi deyapti. Farzandini qo'lidan ish kelmaydigan bo'ldi deyapti. Bu falon yil rahbarim edi, endi ishdan bo'shadi deyapti, mansabdan tushdi deyapti. Lekin uni tarbiya qilgan, mansabga qo'ygan, ish o'rgatgan odamlarchi vaqtida bizga ustoz edi deyapti. Birodar, mana shu umum ma'noda sizni qilayotgan adolatsizligingiz bugun bir kun kelib sizni boshingizga tushmaydi deb kim kafolat beradi? Siz qaramaysizmi?